Skina gilosti ko'rsatmayapsiz. Skina gilosti yo bil olmadimi deb kommentariyalarga yozishibdi. Skina gilosti ko'rsatamizda mana. Mevani qaranglar. Juda zo'r olgan skina gilos. Endi vaqti bilan qo'yapmiz mana. Skina gilos xudo xolasa 2025-yilda syomkasini olyapmiz. Hali pishganda ham videosini joylaymiz. Mana skina gilos juda ham zo'r olgan. Bunaqalari o'zi siyraklashib tushib ketyapti. Bil taxminan doni yirik bo'ladi degan umidda bo'lib turibmiz. Mana bo'lib o'zini siyraklashtiryapti meni taxminimcha. Har bir tupi xudo xolasa doimgidek mevada mana hozirdan yirik bo'lyapti. Eng kechki gilos skina gilos bo'ladi. Haqini ham aytib o'tay. 5 ga 3 sxemada qo'yganmiz. Bargini ko'tarsangiz meva chiqaveradi. O'zini changlaydigan gilos. Eng zo'ri skina gilos bo'ladi. Oshiqcha changlayveradi. Boq qilaman deb yurgan akalarga buni ham ko'chat har yilgidek bor. Bemalol zakaz qilib bizdan sotib olsalaring bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, obreska qilayotganda bunaqa kusochka qo'yib kessalaring mevani. Mana bu tomondan ham qo'yilgan kusochka, hozir ko'rsataman. Mevani ham yirik, ham hosildorligini sifatli qilib berar ekan mana. Skina gilosti yutug'i mana shuncha gilosni ichida kim ko'ryapti? Qo'shmag'i bo'lmaydi. Videoni kuzatib borayotgan bo'lganlar bitta like bosinglar, bizga podpiska bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Skina gilosi shu holatda hozirgi kunda. Bog'da umumiy ko'rinishi.